somon tiqar po'stinga. Bostirmadan ayvon yaxshi, yomon do'stdan hayvon yaxshi kabi do'stga xiyonat haqida ko'plab maqollar mavjud. Bu maqollarning barchasi do'st tanlashda kishini hushyorlikka, ziyraklikka chaqiradi. Mana bu sovuq panjaralar ortida o'tirgan yigitlarning 6 nafari bir-biriga do'st bo'lib, dushmanlikka borgani, qotillikka qo'l urgani bugungi ko'rsatuvimiz mavzusidir. ...2015 yil 2-noyabr kuni kech soat 10larda Samarqand tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli o't o'chirish bo'linmasiga xabar qilishadi. Past Og'aliq mahallasi hududida qandaydir avtomashina yonib ketibdi. Zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan bo'linma xodimlari olovni o'chirishga muvaffaq bo'lishadi. Ammo yonib kul bo'lgan Lacetti mashinasining ichida odam murdasi borligi aniqlanib, darhol tuman prokuraturasiga xabar qilishadi. Tergov guruhi shoshilinch ravishda shu kechani o'zidayoq kuyib kul bo'lgan murdaning shaxsini aniqlash maqsadida zarur chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqdi. Samarqand viloyati prokuraturasi va ichki ishlar boshqarmasi oyoqqa turib, barcha ichki ishlar bo'linmalariga xabarnomalar yuborildi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ko'makka keldi. Barcha kuch va vositalar jalb qilindi. Olib borilgan tezkor surishtiruv harakatlari davomida 1964-yilda Samarqand shahrida tug'ilgan, muqaddam sudlanmagan, Samarqand shahridagi Xurshida Nasima nomidagi tibbiyot markazida menejer bo'lib ishlovchi fuqaro Azizov Asliddin Husaynovich ekanligi aniqlandi. Tergov guruhi yarim tun bo'lishiga qaramay, jabrlanuvchi Asliddin Azizov yashagan Samarqand shahridagi Fitrat ko'chasida joylashgan 5-uyga borishdi. Turmush o'rtog'i Irina Kimni guvohlik berishicha, 2-noyabr kuni choshgohlarda eri Shahram degan yigit bilan uyga kirib kelgani, Spark mashinasini hovlida qoldirib, qandaydir tilxat yozdirib olgani. Shundan so'ng kech soat 18larda o'ziga tegishli Lacetti mashinasida 2 yigit bilan qayoqqadir ketganini, keyin soat 20:30larda uylarini noma'lum shaxslar kalit bilan ochmoqchi bo'lganini xavotir bilan gapirib beradi. Shuningdek, jabrlanuvchining uyi oldida qo'yilgan kuzatuv moslamasidagi tasvirlar ham qarab chiqildi. Tergovchilar diqqatini 1995-yilda tug'ilgan Samarqand shahar Narpay ko'chasi 19-uyda yashovchi fuqaro Jabborov Shahram Erkinovichni o'ziga jalb qildi. Xususan, tergovda marhum Azizov 2015-yilning mart oyida Jabborovga bo'lib to'lash sharti bilan 13,000 AQSh dollariga Azizovning jasadi topilgan Lacetti Gentra avtomashinasini sotganligi, biroq Jabborov avtomashina pulini to'liq bermaganligi aniqlandi. Shu sababli Jabborovning shaxsi sinchkovlik bilan o'rganilib, Irina Kimning yashash uyiga o'rnatilgan videokuzatuv moslamalaridan olingan tasvirlar bilan taqqoslanganda Irina Kimning yashash xonadoniga kirishga uringan shaxslarning biri aynan Jabborov ekanligi aniqlandi. Mavhum holatdagi ushbu jinoyat Samarqand viloyat prokuraturasining tashabbusi bilan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tergov tezkor surishtiruvlar natijasida qisqa muddatlarda fosh etish ta'minlandi va jinoyatni Jabborov Shahram va uning jinoiy sheriklari tomonidan Azizovdan mavjud qarzni qaytarmaslik, shuningdek uning mol-mulkiga egalik qilish uchun qasddan sodir qilishganligi aniqlandi. Jinoyat ishining keng qamrovliligi va katta hajmligi sababli tergovni davom ettirish Bosh prokuraturaga yuborildi. Ma'lum bo'lishicha,
Samarqand shahridagi kimyogarlar shaharchasi, Narpay ko'chasi 19-uyning 4-xonadonida yashovchi Shahram Jabborov yosh boshi bilan bir necha bor Rossiya davlatining Sankt-Peterburg shahriga borib keladi. Onasi pul topish bahonasida o'zga elga boradi-yu, ammo farzandini o'qishi va kelajagi uchun aslo qayg'urmaydi. Bordi keldilar bahonasi bilan Shahramning savodi uncha chiqmagan bo'lsa-da, ko'zi ancha ochilib qoladi. Maktabni amal taqal qilib bitirib, litseyga o'qishga kirganda bo'lmadi. Muntazam ravishda darslarga bormasligi, so'roqsiz Rossiyaga ketib qolishi sabab litseydan ham haydalib ketadi. Shahramga maqsadsiz yurish joniga tegdimi, o'z shaxsiy biznesini ochmoqchi bo'ladi. Ammo buni ham eplolmadi. Axiri onasi yuborgan pullarni to'plab mashina bozoriga boradi. Men undan 2015-yil 19-mayda Lacetti rusumli avtomashina sotib olganman. Keyin oktyabr oyigacha men qarzimdan qutulgandan keyin o'zaro tilxat qilganmiz. Chunki pulni bo'lib berganman. Bergandan keyin u tilxat men tashlab yuboraman degan. Keyin bir hafta o'tgandan keyin u kelyapti-ku, menda tilxat turibdi, men borib ustingga yozaman, o'qlaman deb gapirib, meni haqoratlab, u menga tashlanib ketdi. O'shandan keyin men jahlim chiqib shu ishga qo'l urganman. Xalqimizda azaldan nasiya berishni o'g'rilar chiqargan degan gap bor. Ammo keyingi paytlarda oldi-berdi va savdo sotiqda shunday bir termin "vykup" degan so'z paydo bo'ldiki, hamma odam shunga mukkasidan ketib yopishib oldi. Aslida bu so'z ruschada sotib olaman ma'nosini bersa-da, g'irt ahmoqona ish. Yuqoridagi maqolda nasiyani o'g'rilar o'ylab topishgan bo'lsa, bu so'zni uchiga chiqqan muttaham firibgarlar iste'molga kiritishganga o'xshaydi. Ana shunday noqonuniy, xufiyona kelishuvlar, oldi-berdilar sabab joylarda firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar ko'payib ketmoqda. Jabrlanuvchi marhum Asliddin Azizovni Samarqand mashina bozoridan izlab topgan odami Shahram Jabborov bir kun kelib moli joniga qasd qilishini 7 uxlab tushida ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Nachora, Asliddin Azizovni peshonasida bor ekanda. Bo'lmasa katta bozorda kelib nevarasi tengi bola bilan qo'l olishadi. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra, Jabborov Shahram jabrlanuvchi Azizov Asliddindan Lacetti rusumli avtomashinasini sotib olib, ushbu avtomashinaning pullarini qisman bo'lib berishga kelishadi. Shundan so'ng avtomashinaning ma'lum bir qismidagi pullarini berib, Azizov Asliddindan $1400 AQSh dollariga yaqin qarz mavjud bo'ladi. 2015-yilning noyabr oyining boshida jabrlanuvchi Azizov Asliddin ayblanuvchi Jabborov Shahramning ijaraga olingan Spark rusumli avtomashinasini qarz $1400 AQSh dollari miqdoridagi qarzni qaytargunga qadar vaqtinchalik olib qo'yadi va shu vaqtdan boshlab ayblanuvchi Jabborov Shahramda jabrlanuvchidan Spark rusumli avtomashinani qaytarib olish va $1400 AQSh dollari miqdoridagi qarzni qaytarmaslik evaziga uni qasddan o'ldirish va uning mulkini bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritish rejasini tuzishni boshlaydi. Shahram Jabborov 2-noyabr kuni tanishlari Anvar Fayzullayev, Ahror Madatov, Bobur Shomurodov, Elmurod Omonqulov va Komil Egamberdiyevlar bilan 1964-yilda tug'ilgan Asliddin Azizovning mulkini bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritish, undan bo'lgan qarzini qaytarmaslik, qarz evaziga garov tariqasida berilgan Spark rusumli avtomashinani hamda qarz to'g'risidagi tilxatni qaytarib olib, uni ta'magirlik niyatida qasddan o'ldirish jinoiy rejasini tuzishadi. Bu jinoyatga aralashganimiz Jabborov Shahram Erkinovich bilan oldindan jo'ra edik. Shu Shahram yordam beringlar dedi, mashinamni olganman dedi. O ekipga $13,000 pulini to'lab bo'ldim.
tilxatim bermayapti dedi. Tilxatim bermagandan keyin jahl qilib Sparkimni ham olib ketib qoldi dedi. Tilxatimni olishga yordam beringlar dedi. Shu bilan tilxatni olishga borgan. Shahramning gaplariga ishonib, faqat buni qo'rqib tilxat olamiz deganda shunga ishga yordam beraman deb aytgandi. Uni o'ldirib qo'yishini bilmagandim umuman. Jinoiy rejaga ko'ra har bir ishtirokchi o'rtasida vazifalar taqsimlab olinadi. 2-noyabr kuni taxminan soat 18 larda Shahram Jabborov va Bobur Shomurodovlar Asliddin Azizovni Samarqand shahar Fitrat ko'chasida joylashgan 5-uyi oldiga kelib, uni aldab, tilxatda ko'rsatilgan 1400 AQSh dollarini Pastarg'om tumanidagi Charxin qo'rg'onidagi ko'prik oldida berishga kelishib, uning boshqaruvidagi Lacetti rusumli davlat raqami 30517 RAA bo'lgan avtomashinasi bilan belgilangan joyga olib borishgan. O'sha yo'lga borganimizda men ishxonam dedim, asli o'sha kuni bo'lgan voqeada men ishxonam dedim. Shahram oldimga keldi, yur menga yordam berishing kerak deb o'sha masalani aytdi. Mendan oldin ham u oldindan kelishib olgan ekan, yana bizlar ikkita jinoiy sherigimizda u yerga mendan oldinga borib bo'lgan ekan. Ular yoqda pul olib keladigan odamning vazifasini bajarib berishlari kerak bo'lgan ekan. Biz yerga borganimizda bizlarni Elmurod bilan Abror degan o'sha jinoiy sheriklarimiz kutib olishdi. Ular kutib olishmadi, o'sha yerga borganimizda ular kelishdi. Men keyin pastdan tushib ularning oldiga borgandim. 4 kishi bo'lib o'sha yerga borganimizda keyin Shahram ularning oldiga kelib turib, Abrordan pul so'rab degan, menga pul ber, xuddi pul sanagan odam bo'lay deb men pul oldi u yerda. Keyin pul oldi degani Abrorning sumkasining tasmasini, ipini yechib ketib qoldi mashinaga. O'sha keyin baqirib chaqirib bo'ldi, biz yetib kelyapmiz, o'sha odam bo'g'ib bo'lgan, behush holatda edi. Behush holatda edi odam. Keyin qo'rqib qoldik, nima qilishni bilmadik. Men o'sha payt juda ham qattiq qo'rqamdan, nima qilishni bilmay qolganman. O'sha oldida, mashinaning oldida o'tirgancha o'tiraverganman. Keyin odamni orqaga oldi Shahram, o'zini sizinani tushirib tortib olgandan keyin men odamning yurak sohasini ushlab ko'rdim. Qarasam yuragi urayotgan ekan. Qo'lini ushlab ko'rdim, qo'lida ham hali puls bor edi-da. Shundan so'ng kech soat 20:30 larda Shahram Jabborov va Anvar Fayzullayevlar jinoiy sheriklari Komil Egamberdiyevga 10 ming so'm pul berib, Asliddin Azizovni uyi atrofiga jo'natishadi. Yaqiniga borib, ularga telefon orqali men aloqada bo'lib turdim. Keyin bu yerda svet bor yo'qligini ularga aytib turdim. Keyin qaytib keldim. Qaytib kelganda ular bo'lib o'tgan voqeani menga aytib berishdi. Shundan so'ng Shahram Jabborov jinoiy sheriklari Anvar Fayzullayev, Ahror Madatov, Elmurod Omonqulovlar bilan birgalikda Asliddin Azizovni Samarqand shahridagi Fitrat ko'chasi 5-uyi oldiga yetib borib, oldindan tayyorlangan niqob va qo'lqoplarni kiyishib, Makarov rusumli pnevmatik to'pponcha va elektroshokerlar bilan qurollanib, Azizovni mashinasida bo'lgan kalit bilan uy eshigini ochmoqchi bo'lishadi. Turmush o'rtog'i Irina Kim voqeadan xabar topib, "Kim u?" deb baqiradi. Jinoiy guruh o'zlariga bog'liq bo'lmagan holda jinoyatni oxiriga yetkaza olmay, voqea joyidan qochib ketishadi. Tergovda aniqlanishicha, ayblanuvchi Jabborov Shahram va uning jinoiy sheriklari o'zlari tomonidan sodir etilgan qotillik jinoyat izlarini yashirish maqsadida jabrlanuvchi Aziz Asliddinning Lacetti rusumli avtomashinasini Samarqand viloyati Samarqand tumani Past Oxalik MFI hududiga boshqarib borishadi va yo'lda mashinani yoqib yuborish maqsadida 5 litr yoqilg'i sotib olishadi. Ko'zlangan ovliq joyga yetib borgach, avtotransport vositasining yuk xonasida mavjud bo'lgan jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan 800 ming so'm pullarni bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritib, dastlab sotib olingan 5 litr yoqilg'ini mashina ustiga va eshik qismlariga sepib, mashinani yoqib yuborishadi. Shundan so'ng voqea joyidan yashirinishadi. Alqissa 5 norg'ul yigitlar hammasidan eng yoshi kichik, jinoyatchi va xiyonatkor Shahram Jabborovni qutqusiga uchib, bugun el ulusni oldida sharmanda yu sharmsor bo'lib bosh egib o'tirishdi.
Afsus. Ming afsus. Yo'q, adashganman. O'sha kuni bir kunda bo'lgan ahmoqchilik bu. Shoshib qo'yganman, yoshlar qo'yganman. Degan ishimdan pushaymonman, qattiq pushaymonman. Meni kechirishlaringni so'rab iltimos qilaman sizlardan. Qilgan ishimdan juda qattiq pushaymonda man. Bilmasdan qilib qo'ydim. Hammadan kechirim so'rayman. Qilgan ishimdan qattiq afsusdaman. Xato qildim, adashdim. O'z hayotimizni o'zimiz barbod qildik. O'sha o'zimizni qishlog'imizda bir obro'li oila edi ota-onam. Umuman oilamiz yaxshi edi. Juda ham ota-onam yuzini yerga qaratib qo'ydim. Bu bitta yagona singlimning nigoh to'yi. Men 2-noyabr kuni mana shu ishimiz bo'lgan bo'lsa, 15-noyabr bitta singlimning nigoh to'yi edi. Hattoki o'shani ham ko'rish nasib qilmadi-da. Bahorda to'yim bo'lish kerak edi. U ham ketdi o'sha. Hamma narsadan birdan ayrildim. Hayotim sinib ketdi hozir. Xalqimizda yana shunday bir gap bor. Bir yigit 40 yilda dunyoga keladi. U o'sib ulg'ayib, ota-onasini, elini, mahallasini orini oladigan mard va tanti bo'lib yetishadi. Panjara ortida bosh egib, qotil tamg'asini olib, yigitlik sha'niga dog' tushirgan bu kaslarni yigit desa, odam desa bo'ladimi? Tergov harakatlari yakuni bo'yicha Jabbarov Shahram va uning jinoiy sheriklariga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJIP bandlari va boshqa moddalari bilan ayb e'lon qilinib, jinoyatchi ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudiga yuborildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan Jabborov Shahram va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-modda va boshqa moddalar bilan jinoyatchi mazmunan ko'rib chiqilib, 2016-yil 4-may kungi hukmiga asosan Jabborov Shahram Erkinovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasining 2-qismi VJIP bandlari 164-modda 3-qismini BK bandi, shuningdek 25 orqali 164-modda 3-qismini AV bandlari, 173-modda 2-qismini V bandlari bilan aybli deb topilib, Jinoyat kodeksi 59-moddasiga asosan 19 yil muddatga, xuddi shu moddalar bilan uning jinoiy sheriklari Fayzullayev Anvar A'zam o'g'li 18 yil muddatga, Madatov Abrorxon Erkin o'g'li 18 yil muddatga, Shomurodov Bobur Tirkash o'g'li 16 yil muddatga, Amonqulov Ermurod Abdumalik o'g'li 16 yil muddatga, shuningdek Egamberdiyev Komiljon Qutlimurodovich 16 yil muddatga ozodlikda mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sudlanuvchilardan solidar tartibda jabrlanuvchining qonuniy vakili Azizov Daler foydasiga 78.300.000 so'm moddiy, 30 million so'm ma'naviy zarar undirish belgilandi. Donishmanddan so'radilar. Aytingchi, nimalar kishini jaholatga yetaklaydi? Bular asosan 3 ta. Ilmsizlik, itoatsizlik va tajovuzkorlik. Ilmsizlik shunday razolat botqog'iki, u kishi qalbida umidsizlik, ertangi kunga ishonchsizlik urug'ini ko'paytiradi. Itoatsizlik, ya'ni boriga shukr etmaslik, o'z taqdiridan ha deb nolish, kishining xalq nazaridan qolishiga sabab bo'ladi. Va nihoyat 3-si, boshqalar haqqiga tajovuz qilib, haddidan oshishidir. Bundaylarni esa hayotning o'zi adolatli jazolaydi. Qissadan hissa shulkim, mana bu samarqandlik yigitlar ilmsizlik, itoatsizlik va tajovuzkorlik qurboni bo'lib, bugun gulday umrini sovuq panjaralar ortida o'tkazishga mahkum etildi. Afsus. Ming afsus.
Ogoh bo'ling, odamlar. Ogoh kiritishganga o'xshaydi. Ana shunday noqonuniy, xufiyona kelishuvlar, oldi berdilar sabab joylarda firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar ko'payib ketmoqda. Jabrlanuvchi marhum Asliddin Azizovni Samarqand mashina bozoridan izlab topgan odami Shahram Jabborov bir kun kelib moli joniga qasd qilishini 7 uxlab tushida ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Nachora Asliddin Azizovni peshonasida bor ekanda. Bo'lmasa katta bozorda kelib nevarasi tengi bola bilan qo'l olishadi. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra, Jabborov Shahram jabrlanuvchi Azizov Asliddindan Lacetti rusumli avtomashinasini sotib olib, ushbu avtomashinaning pullarini qisman bo'lib berishga kelishadi. Shundan so'ng avtomashinaning ma'lum bir qismidagi pullarini berib, Azizov Asliddindan $1400 AQSh dollariga yaqin qarz mavjud bo'ladi. 2015-yilning noyabr oyining boshida jabrlanuvchi Azizov Asliddin ayblanuvchi Jabborov Shahramning ijaraga olingan Spark rusumli avtomashinasini qarz $1400 AQSh dollari miqdoridagi qarzni qaytargunga qadar vaqtinchalik olib qo'yadi va shu vaqtdan boshlab ayblanuvchi Jabborov Shahramda jabrlanuvchidan Spark rusumli avtomashinani qaytarib olish va $1400 AQSh dollari miqdoridagi qarzni qaytarmaslik evaziga uni qasddan o'ldirish va uning mulkini bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritish rejasini tuzishni boshlaydi. Shahram Jabborov 2 noyabr kuni tanishlari Anvar Fayzullayev, Ahror Madatov, Bobur Shomurodov, Elmurod Omonqulov va Komil Egamberdiyevlar bilan 1964-yilda tug'ilgan Asliddin Azizovning mulkini bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritish, undan bo'lgan qarzini qaytarmaslik, qarz evaziga garov tariqasida berilgan Spark rusumli avtomashinani hamda qarz to'g'risidagi tilxatni qaytarib olib, uni ta'magirlik niyatida qasddan o'ldirish jinoiy rejasini tuzishadi. Bu jinoyatga aralashganimiz Jabborov Shahram Erkinovich bilan oldindan jo'ra edik. Shu Shahram yordam beringlar dedi, mashinamni olganman dedi. O ekipga $13,000 pulini to'lab bo'ldim. Tilxatim bermayapti dedi. Tilxatim bermagandan keyin jahl qilib Sparkimni ham olib ketib qoldi dedi. Tilxatimni olishga yordam beringlar dedi. Shu bilan tilxatni olishga borgan. Shahramning gaplariga ishonib, faqat buni qo'rqib tilxat olamiz deganda, shunga ishga yordam beraman deb aytgandim. Uni o'ldirib qo'yishini bilmagandim umuman. Jinoiy rejaga ko'ra har bir ishtirokchi o'rtasida vazifalar taqsimlab olinadi. 2 noyabr kuni taxminan soat 18larda Shahram Jabborov va Bobur Shomurodovlar Asliddin Azizovni Samarqand shahar Fitrat ko'chasida joylashgan 5-uyi oldiga kelib, uni aldab, tilxatda ko'rsatilgan $1400 AQSh dollarini Pastarg'om tumanidagi Charxin qo'rg'onidagi ko'prik oldida berishga kelishib, uning boshqaruvidagi Lacetti rusumli davlat raqami 30517 RAA bo'lgan avtomashinasi bilan belgilangan joyga olib borishgan. O'sha yo'lga borganimizda men ishxonamda edim. Asli o'sha kuni bo'lgan voqeada men ishxonamda edim. Shahram oldimga keldi, "Yur, menga yordam berishing kerak" deb o'sha masalani aytdi. Mendan oldin ham u oldindan kelishib olgan ekan, yana bizlar ikkita jinoiy sherigimizda u yerga mendan oldinga borib bo'lgan ekan. Ular yoqda pul olib keladigan odam vazifasini bajarib berishlari kerak bo'lgan ekan. Biz yerga borganimizda bizlarni Elmurod bilan Abror degan o'sha jinoiy sheriklarimiz kutib olishdi. Ular kutib olishmadi, o'sha yerga borganimizda ular kelishdi. Men keyin pastdan tushib ularning oldiga borgandim. 4 kishi bo'lib o'sha yerga borganimizda keyin Shahram ularning oldiga kelib turib, Abrordan pul so'rabdi-ki, menga pul ber, xuddi pul sanagan odam bo'lay deb men pul oluvdi u yerda. Keyin pul oldi degani Abrorning sumkasining tasmasini, ipini yechib ketib qoldi mashinaga. O'sha keyin baqirib chaqirib bo'ldi, biz yetib kelyapmiz, o'sha odam bo'g'ib bo'lgan, behush holatda edi. Behush holatda edi odam. Keyin
qo'rqib qoldik, nima qilishni bilmadik. Men o'sha payt juda ham qattiq qo'rqamdan, nima qilishni bilmay qolganman. O'sha oldida, mashinaning oldida o'tirgancha o'tiraverganman. Keyin odamni orqaga oldi Shahram, o'zi sizinani tushirib tortib olgandan keyin men odamning yurak sohasini ushlab ko'rdim. Qarasam yuragi urayotgan ekan. Qo'lini ushlab ko'rdim, qo'lida ham hali puls bor edi-da. Shundan so'ng kech soat 20:30larda Shahram Jabborov va Anvar Fayzullayevlar jinoiy sheriklari Komil Egamberdiyevga 10 ming so'm pul berib, Asliddin Azizovning uyi atrofiga jo'natishadi. Yaqiniga borib, ularga telefon orqali men aloqada bo'lib turdim. Keyin bu yerda svet bor yo'qligini ularga aytib turdim. Keyin qaytib keldim. Qaytib kelganda ular bo'lib o'tgan voqeani menga aytib berishdi. Shundan so'ng Shahram Jabborov jinoiy sheriklari Anvar Fayzullayev, Ahror Madatov, Elmurod Omonqulovlar bilan birgalikda Asliddin Azizovni Samarqand shahridagi Fitrat ko'chasi 5-uyi oldiga yetib borib, oldindan tayyorlangan niqob va qo'lqoplarni kiyishib, Makarov rusumli pnevmatik to'pponcha va elektroshokerlar bilan qurollanib, Azizovning mashinasida bo'lgan kalit bilan uy eshigini ochmoqchi bo'lishadi. Turmush o'rtog'i Irina Kim voqeadan xabar topib, kim u deb baqiradi. Jinoiy guruh o'zlariga bog'liq bo'lmagan holda jinoyatni oxiriga yetkaza olmay, voqea joyidan qochib ketishadi. Tergovda aniqlanishicha, ayblanuvchi Jabborov Shahram va uning jinoiy sheriklari o'zlari tomonidan sodir etilgan qotillik jinoyat izlarini yashirish maqsadida jabrlanuvchi Aziz Asliddinning Lacetti rusumli avtomashinasini Samarqand viloyati Samarqand tumani Past Oqalik MFI hududiga boshqarib borishadi va yo'lda mashinani yoqib yuborish maqsadida 5 litr yoqilg'i sotib olishadi. Ko'zlangan ovloq joyga yetib borgach, avtotransport vositasining yuk xonasida mavjud bo'lgan jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan 800 ming so'm pullarni bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritib, dastlab sotib olingan 5 litr yoqilg'ini mashina ustiga va eshik qismlariga sepib, mashinani yoqib yuborishadi. Shundan so'ng voqea joyidan yashirinishadi. Alqissa 5 norg'ol yigitlar hammasidan eng yoshi kichik, jinoyatchi va xiyonatkor Shahram Jabborovning qutqusiga uchib, bugun el ulusni oldida sharmanda yu sharmsor bo'lib, bosh egib o'tirishdi. Afsus. Ming afsus. Yo'q, adashganman. O'sha kuni bir kunda bo'lgan ahmoqchilik bu. Shoshib qo'yganman, yoshlab qo'yganman. Degan ishimdan pushaymonman, qattiq pushaymonman. Meni kechirishlaringni so'rab iltimos qilaman sizlardan. Qilgan ishimdan juda qattiq pushaymonman. Bilmasdan qilib qo'ydim. Hammadan kechirim so'rayman. Qilgan ishimdan qattiq afsusdaman. Xato qildim, adashdim. O'z hayotimizni o'zimiz barbod qildik. O'sha o'zimizni qishlog'imizda bir obro'li oila edi ota-onam. Umuman oilamiz yaxshi edi. Juda ham ota-onam yuzini yerga qaratib qo'ydim. Bu bitta yagona singlimning nigoh to'yi. Men 2-noyabr kuni mana shu ishimiz bo'lgan bo'lsa, 15-noyabr bitta singlimning nigoh to'yi edi. Hattoki o'shani ham ko'rish nasib qilmadi-da. Bahorda to'yim bo'lish kerak edi, u ham ketdi o'sha. Hamma narsadan birdan ayrildim. Hayotim sinib ketdi hozir. Xalqimizda yana shunday bir gap bor. Bir yigit 40 yilda dunyoga keladi. U o'sib ulg'ayib, ota-onasini, elini, mahallasini orini oladigan mard va tanti bo'lib yetishadi. Panjara ortida bosh egib, qotil tamg'asini olib, yigitlik sha'niga dog' tushirgan bu kaslarni yigit desa, odam desa bo'ladimi? Tergov harakatlari yakuni bo'yicha Jabborov Shahram va uning jinoiy sheriklariga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJIP bandlari va boshqa moddalari bilan ayb e'lon qilinib, jinoyatchi ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudiga yuborildi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan Jabborov Shahram va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-modda va boshqa moddalari bilan jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqilib, 2016-yil 4-may kungi hukmiga asosan Jabborov Shahram Erkinovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasining 2-qismi va J bandlari 164 ga somon tiqar po'stinga. Bostirmadan ayvon yaxshi, yomon do'stdan hayvon yaxshi kabi do'stga xiyonat haqida ko'plab maqollar mavjud. Bu maqollarning barchasi do'st tanlashda kishini hushyorlikka, ziyraklikka chaqiradi. Mana bu sovuq panjaralar ortida o'tirgan yigitlarning 6 nafari bir-biriga do'st bo'lib, dushmanlikka borgani, qotillikka qo'l urgani bugungi ko'rsatuvimiz mavzusidir. ...2015-yil 2-noyabr kuni kech soat 10larda Samarqand tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli o't o'chirish bo'linmasiga xabar qilishadi. Past Og'aliq mahallasi hududida qandaydir avtomashina yonib ketibdi. Zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan bo'linma xodimlari olovni o'chirishga muvaffaq bo'lishadi. Ammo yonib kul bo'lgan Lacetti mashinasining ichida odam murdasi borligi aniqlanib, darhol tuman prokuraturasiga xabar qilishadi. Tergov guruhi shoshilinch ravishda shu kechani o'zidayoq kuyib kul bo'lgan murdaning shaxsini aniqlash maqsadida zarur chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqdi. Samarqand viloyati prokuraturasi va ichki ishlar boshqarmasi oyoqqa turib, barcha ichki ishlar bo'linmalariga xabarnomalar yuborildi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ko'makka keldi. Barcha kuch va vositalar jalb qilindi. Olib borilgan tezkor surishtiruv harakatlari davomida 1964-yilda Samarqand shahrida tug'ilgan, muqaddam sudlanmagan, Samarqand shahridagi Xurshida Nasima nomidagi tibbiyot markazida menejer bo'lib ishlovchi fuqaro Azizov Asliddin Husaynovich ekanligi aniqlandi. Tergov guruhi yarim tun bo'lishiga qaramay, jabrlanuvchi Asliddin Azizov yashagan Samarqand shahridagi Fitrat ko'chasida joylashgan 5-uyga borishdi. Turmush o'rtog'i Irina Kimni guvohlik berishicha, 2-noyabr kuni choshgohlarda eri Shahram degan yigit bilan uyga kirib kelgani, Spark mashinasini hovlida qoldirib, qandaydir tilxat yozdirib olgani, shundan so'ng kech soat 18larda o'ziga tegishli Lacetti mashinasida 2 yigit bilan qayoqqadir ketganini, keyin soat 20:30larda uylarini noma'lum shaxslar kalit bilan ochmoqchi bo'lganini xavotir bilan gapirib beradi. Shuningdek, jabrlanuvchining uyi oldida qo'yilgan kuzatuv moslamasidagi tasvirlar ham qarab chiqildi. Tergovchilar diqqatini 1995-yilda tug'ilgan Samarqand shahar Narpay ko'chasi 19-uyda yashovchi fuqaro Jabborov Shahram Erkinovichni o'ziga jalb qildi. Xususan, tergovda marhum Azizov 2015-yilning mart oyida Jabborovga bo'lib to'lash sharti bilan 13,000 AQSh dollariga Azizovning jasadi topilgan Lacetti Gentra avtomashinasini sotganligi, biroq Jabborov avtomashina pulini to'liq bermaganligi aniqlandi. Shu sababli Jabborovning shaxsi sinchkovlik bilan o'rganilib, Irina Kimning yashash uyiga o'rnatilgan videokuzatuv moslamalaridan olingan tasvirlar bilan taqqoslanganda Irina Kimning yashash xonadoniga kirishga uringan shaxslarning biri aynan Jabborov ekanligi aniqlandi. Mavhum holatdagi ushbu jinoyat Samarqand viloyat prokuraturasining tashabbusi bilan viloyat
Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tergov-tezkor surishtiruvlar natijasida qisqa muddatlarda fosh etish ta'minlandi va jinoyatni Jabborov Shahram va uning jinoiy sheriklari tomonidan Azizovdan mavjud qarzni qaytarmaslik, shuningdek uning mol-mulkiga egalik qilish uchun qasddan sodir qilishganligi aniqlandi. Jinoyat ishining keng qamrovliligi va katta hajmligi sababli tergovni davom ettirish Bosh prokuraturaga yuborildi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand shahridagi Kimyogarlar shaharchasi, Narpay ko'chasi 19-uyning 4-xonadonida yashovchi Shahram Jabborov yosh boshi bilan bir necha bor Rossiya davlatining Sankt-Peterburg shahriga borib keladi. Onasi pul topish bahonasida o'zga elga boradi-yu, ammo farzandini o'qishi va kelajagi uchun aslo qayg'urmaydi. Bordi keldilar bahonasi bilan Shahramning savodi uncha chiqmagan bo'lsa-da, ko'zi ancha ochilib qoladi. Maktabni amal taqal qilib bitirib, litseyga o'qishga kirganda bo'lmadi. Muntazam ravishda darslarga bormasligi, so'roqsiz Rossiyaga ketib qolishi sabab litseydan ham haydalib ketadi. Shahramga maqsadsiz yurish joniga tegdimi, o'z shaxsiy biznesini ochmoqchi bo'ladi. Ammo buni ham eplolmadi. Axiri onasi yuborgan pullarni to'plab mashina bozoriga boradi. Men undan 2015-yil 19-mayda Lacetti rusumli avtomashina sotib olganman. Keyin oktyabr oyigacha men qarzimdan qutulgandan keyin o'zaro tilxat qilganmiz. Chunki pulni bo'lib berganman. Bergandan keyin u tilxat men tashlab yuboraman degan. Keyin bir hafta o'tgandan keyin u kelyapti-ku, menda tilxat turibdi, men borib ustingda yozaman, o'qlaman deb gapirib, meni haqoratlab, u menga tashlab ketdi. O'shandan keyin men jahlim chiqib shu ishga qo'l urganman. Xalqimizda azaldan nasiya berishni o'g'rilar chiqargan degan gap bor. Ammo keyingi paytlarda oldi-berdi va savdo sotiqda shunday bir termin "vykup" degan so'z paydo bo'ldiki, hamma odam shunga mukkasidan ketib yopishib oldi. Aslida bu so'z ruschada sotib olaman ma'nosini bersa-da, g'irt ahmoqona ish. Yuqoridagi maqolda nasiyani o'g'rilar o'ylab topishgan bo'lsa, bu so'zni uchiga chiqqan muttaham firibgarlar iste'mol